Bor yo'g'i 2305 km yurgan mashina deyarli yangi holatda turibdi. Kia Bongo 2022-yil 3-oy. 24-25 larda ham bunaqa sostenadagisi chiqmayapti, yo'q. Tez sotiladigan mashina, ulgursangiz sizniki bo'ladi. Sizni kutib turibdi mashina. Tamojnigacha dastavkasi bilan 12900 dollar. Oxirgi qadalgan narxi. Yangi mashina. Keling endi bir ko'rsatingchi mashinani. Mashinani yangisi o'zi shunday eshigi ochganingizda yoki uzoqdan qaraganingizda olov bo'lib turadi-yu, ot bo'lib turadi, jingillab. Ana shunaqa mashinalardan mana ko'ring. Yelkasi 22 ga 3-oy. Probegini qarang. 2305 km mana tablon tepasini qarang. Chizilmagan ham hali umuman xizmat qilmagani bilinadi. Rollarni qarab qo'ying buni. Hali video registrator ham qo'yilmagan. Nakitkalari olinmagan, o'rindiq holatlarini qarang. Maslo bo'lib turibdi-yu mashina. Rolobografni yoqib qo'yibdilar, qizi yotibdi rolobograf. Korobkasini qarang, 5 euro 5 mexanika. Abduf, abograf, rolobograf, bakoy spiral, bakoy qaytariladigan, konditsioner, pechka, polosod движения hammasi bor, sizga kerakli bo'ladigan hamma funksiyasi bor. Balonni qarang. Umuman, deyarli ko'p xizmat qilmagani bilinadi. Orqa balonlar ham umuman rasxod yo'q, qarang taglarini. Mana tagi. Nima deyapti? Hozir motorlarni ochib ko'rsataman. Hatsenko ichlariga hali yuk bosilmagan, yuklanmaganda qarang, oppoq turibdi. Podvalda saqlangan mashina ekan, haqiqatan shunaqa. Rezinkalari ham qop-qora turibdi. Qarang buni. Gulshiterni qarang. Mana shu yurmagan, kam yurgan mashinani gulshiter bo'ladi, qarang buni. Hozir mana shu qizarishni boshladi. Yoqib qo'yganimdan keyin mana shu qizarishni boshladi. Oppoq holatda, haligi mana alyumin germetiklari o'chib ketmagan. Gulshiterning ichki qismini ko'rsataman, qarang endi. Oppoq holatda turibdi. Bortdagi oppoq ramalarga sepilmagan, mana balonlari o'zini holatda. Mana shu kalpagini ozgincha qirib olgan ekan. Zapaskalar hali yer ko'rmagan, resorni qarang, yuklanmagani bilinadi. Qop-qora zavoddan chiqqan holatda turibdi. Voy, uni qarang. Hali naklekasi olinmagan mashinani. Naklekasi olinmagan propanni yonboshdagi. Ba'zilarda zanglab ketardi, propan balonni yangi turganini qarang. Haqiqatan gapi rost ekan, aytgandek mashinasi top-toza ekan. Motorni ochib ko'rsataman. Har doimgidek motor ham aytib beradi. Voy, anchadan beri ochilmagani bilinadi. Voy, ochilmagan. Aniq ochilmagan anchadan beri. Qarang, bismillah. Voy, buni qarang. Soatdayin mo'shli ishlab turibdi-yu, ovozni eshitmay maza qilasizda. Yangisi baribir yangi, nima deysizlar? O'rindiq taglari yog' sachgan, boshqa joylari yo'q, top-toza, qup-quruq zavod holatida tayyor turibdi mashina. Aloqaga chiqinglar, inshaalloh. Bu mashina tez sotilib ketadigan mashinalardan, kim ulgursa ham juda ishonchli mashina ekan. Aloqaga chiqsanglar, chiroyli qilib yuklab, upakovka qilib yetkazib beramiz. Bizga o'tdi. Shunaqa chiroyli sifatli narsalarni yetkazib berishga har doim harakat qilamiz. Narxini aytib o'tdim, 12900 dollar. O'zbekiston tamojnigacha, rastomushkasi alohida. 14 mingdan 15 ming plyus-minus atrofida chiqayotgan qiziqqanlar aloqaga chiqaverasizlar. Ketdi. Nasib bo'lsa O'zbekistonga jo'natamiz.